Oqqa chiqish rosa vahimali bir kichkina narsaga ham odam o'ylanish kerak. Men hozir zajigalka yo'q ekan bor-ku. Yurgit bilan zajigalka olib chiqdim uyga kirib. 10 kishimi chiqadi, lekin bir kishi g'amini yeyish kerak-da shu zajigalkani. Qalin kiyinyapsiz-da. Alifda. Musofirdagilarga. Блядь, ты чё, гонишь что ли? По-любому тебе буду я снимать. Ты от меня не убежишь. От мою камеру. Qani bir basenni ko'rib ketaylik. Endi obeddan keyin shu где-то soat 4-5 larga basenga kelamiz-da. Nima dedingiz? Bir ana isib qizib ketamiz-da. Kanjovga borib turib, bu yoqda bunaqa basen bilan bunaqa atmosfera yo'q. O'shaning natijasida hozir biz bir marta proverka qilib shu telefon qilish kerak muxdim bo'laga, shtobi hech kimni qo'ymang, biz soat 4-5 ga tomon kelamiz deb zarani aytib qo'yish kerak. Mana buni kraska qilib chiroyli qilib qo'yibdi yigitlar. Odam cho'milgan sari cho'milg'isi keladi. Oldin bunaqa emas-da, yaqinda kraska qildi. Manzara nima deyapti? Anaqa bujir-bujir. Yangi kun 16'lar zo'rda menga 16'larga. Nima bekdi bonga? Mana shu. Jigarlar, mana kichkina Oqtashga yetib keldik. Mashinamiz ozgina uje qizidi bor-ku. Mana bu yerlarda podyum juda katta ekan. Lekin ertalabdan atmosfera juda ham ajoyib. Yaqinda yomg'ir bo'lgan, chang yo'q, tiniq освещениеda.
Mana ko'rib turganlaringizdek 25 Ultra nima deyapti? 25 Ultraga ham baho berib ketingizlar. Mana qo'limdagi 25 Ultra 23 ta olib yurardim har doim. Mana. Menga ham ma'qul keldi, moshni ekan lekin bari. Moshni bari, moshni. 06 da уже нормально yaqinlashtirib smelo yaxshi kачество chiqyapti-da. Qayta kayfiyatlar chog'mi Ali? Firdavs. Brat. Do'stim bilmayman. Tuni bilan uyqu yaxshi bo'lmadimi? Ya qattiq charchadi do'stim ham. Do'stimni ham tushunsa bo'ladi mana. Tog'larni qarayingizlar. Hali bu yer boshlanishi gapni ochiq. Uje dal ishi mana shunaqa chiroyli manzaralarga kirib boraveramiz endi. Buni kichkina oqtosh deydi mana. Mana bu zvukni eshityapsizlarmi yo'qmi bilmadim. Asal arlar bir tekis anaqa qilyapti, ishlashyapti. Jigarlar, iyun oyini 25-sida turibmiz. Oqtosh manzara mana shunaqa. To'g'ri ketyapsiz bola. Rahmatlarga baron tamom termanda ekanda. Xo'sh. Sizni ham qoldim. Cheka qilib qo'ydingizmi? Oldi g'appar shu ana. Analar biraz kes kerak ekan. Yarami? Ana bo'shagan bo'lsa nolardan bush kerak. Bunda jir bor. Tag'i bor. Ko'ksiga ham bor ekan. Juda yaxshi yapti. Ha, bir kishini avvaliga izlanadi. Bak menga chisti video apdan qozondan bunday tog'larni Jigarlar mana yozdi 25-iyunida oppoq toshni oldida turibmiz. Atmosfera juda ham ajoyib. Ko'rib turganlaringizdek mana kelib turib mayobkani juda maromiga yetkazdirdik. Mana ko'rsatayin. Mana bu qozonda ovqatni pishirdik. Mana bu yerda mana bu nima qilyapti degan deb menga qarab turibdi. Hozir video olyapman. Mana atmosferani ko'rishlaringiz mumkin jigarlarim. Mazza bo'ldi. Hozir endi Talloqqa yo'l olyapmiz. Qaytdi charchamadingizmi do'stim? Cho'tkimanmas. Oqtoshga birinchi marta kelyapsiz. Ta'sirot qanday endi? ajoyib. Ajoyib. Eson-omon podiumdan chiqib olsak bo'ldi endi. Ha, amin. Eson-omon podiumdan chiqib oladi. Hadi ko'rsat, qadrim chiqaman. Tushmasangiz tushmang, bijir-bijir qo'yib yuramiz. Og'zini yaxshilab yoqmaysizlar. Lekin topda ehtiyot bo'lish kerak. Topga ehtiyot bo'lish kerak. Topga.
O'zini o'tirishni o'zi chiroyli-da. Ko'rpachalarni jozib qo'yib, oyoqni bitib. WhatsAppdan tashlab qo'yamiz. Nima dedilar? WhatsAppdan Do'stlar, sizlarni o'to'g'ri qo'shib qo'yadi. Padyom qanaqa? Padyom qanaqa? Avay! Chiqamiz. Hadeng, iltimos. Subhanalloh, to'xtadik. Nima qildik? Tushamiz endi. Boshqalar yo'q. Orqaga qaytadasiz. Tarsaga bo'lmaydi. Oo, mana shu yerda qolib ketdik-a. Fiskul, привет, fiskul. Sport soat garo. Chiqolmayapti-da axir. Juda padyom juda ham baland. Qiynalib qolyapti o'shaning uchun. Telefonim qayerda qolib ketdi? Shaqda. Bilmayman lekin. Buni qaraysiz-a. Hazilakam emas-da. Padyomdan ham chiqib oldik esan. Ana, oson bo'lmadi lekin. Javlon danovsiga gap bo'lishi mumkin emas. Yoqimli ishtaqa ya yigitlar. To'qqiz. Bo'ldi deyman. O'z bosmaydi. Gap yo'q. Rahmat hammaga, mana yetib kelib oldik uyimizga. Portirchi bo'lamga ham rahmat, yigitlarga ham rahmat.